dunyoning istalgan nuqtasida betakror qozoq musiqasi asarlarini tinglash mumkin. Apple Music, Spotify, Yandex Music, YouTube Music kabi eng yirik maydonchalarga asl meros audio to'plamidagi 1,5 mingta maxsus saralangan kompozitsiyalar kiritildi. Unda yuzlab kuylar, jir termalar, xalq qo'shiqlari va bastakorlar asarlari, ertaklar, allalar va retro hit bor. Audio kitobning o'ziga xosligi shundaki, davlat tele radio korporatsiyasi arxivlarida bo'lgan dastlabki ijrochilardan yozib olingan ovozlardan foydalanilgan. Taqdimot marosimida so'zga chiqqan Qozog'iston davlat maslahatchisi Yerlan Karin ta'kidlashicha, to'plamning xalqaro streaming servislariga chiqishi milliy madaniyatni ommalashtirishga xizmat qiladi. Ұлттық бірегейлігіміз, тәуелсіздігіміз үшін, төл құндылықтарымыз үшін күрес. Endilikda milliy birlik, mustaqillik va qadriyatlarimiz uchun kurash raqamli maydonchalarda ham amalga oshiriladi. O'z xalqi merosini, tarixi, madaniyatini taqdim eta olganlarning xalqi yashashda davom etadi. Сол ұлттың, сол халықтың мәдениеті, өнері тағы бір заман ғұмыры ұзарады деген сөз.